iltimos qilib aytaman sizlardan shu videoyim yetib borishligini iltimos qilardim. Buni to'xtatmasak, o'z vaqtida to'xtatmasak bo'lmaydi. Yo sizlar poraxo'rsizlar, yo aqlinglar past, molsizlar. Bilaman, bu chiqargan videomdan keyin menga nisbatan toshlar otiladi. Iltimos qilardim, hurmatli bosh vazirimiz, shu qaroringizni yana ham bitta ko'rib chiqishingizni, nima uchun, nima haqqinglar bor sizlarning o'zbek xalqiga, o'sib kelayotgan yosh kelajakka nimani singdirmoqchisizlar? Men aytganimdek, mora har bitta bir razillik bilan o'tib ketyapti bu narsa. Xudodan qo'rqinglar sizlar ham. U dunyoga borganda so'roq savoli bor. Xalqni nima qilding deydi sizlar. Turmushga chiqqanimdan keyin ham yura olaman degan narsa miyasida qolib ketadi. Boykot zarbalar e'lon qilamiz. Kurashamiz, buning uchun kurashamiz. Iltimos qilaman sizlardan video murojaatim yetib borsin. Assalomu alaykum. Qadrli, hurmatli o'zbek xalqi. Assalomu alaykum. Meni ko'rib turgan barchaga. Xo'p. Men bu video murojaatni qilishimdan maqsad bu o'zidan o'zi paydo bo'lmadi. Juda ham ko'plab O'zbekiston xalqini nomidan O'zbekiston telekanallariga va hurmatli bosh vazirimiz Abdulla Aripovga video murojaat qilmoqchiman. Qadrli va hurmatli bo'lgan O'zbekistondagi telekanallar, sizlarga iltimos qilardikki, hozirgi kunda qo'yilayotgan turk seriallaringlarni to'xtatinglar. Bunga sabab bor. O'zidan o'zi to'xtatinglar deb o'zidan o'zi chiqib olib video murojaat qilmoqchi emas. Nechta sabab kerak bo'lsa, birma-bir hozir keltirib berishni boshladim. Birinchi sabab, qaynotaga nisbatan hurmat umuman yo'q. Ikkinchi sabab, bizning mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan kiyimlar, liboslar ochiq ko'rinib turibdi. Barcha badallari yana bijir-bijir qo'yib qo'ygansizlar. Hayron qolyapman-da. Как будто bijir-bijir qo'yib qo'ysanglar, hech kim bilmaydi uni. O'sha nimasi bor, nimasi yo'q bilmaydi. Sizlar O'zbekiston xalqiga o'sib kelayotgan yosh kelajakka do'stmisizlar, dushmanmisizlar? Tushunmadim sizlar. Yana orqa tomonlari ham bilmayman, qatiga ochiq polni bijir-bijir qo'yilgan. Endi uchinchi sabab. Erkakni qadri vobshe yo'q. Xezalak bu turkning erkaklari vobshe xezalak. Umuman keladi, ayoli nima desa shu. Bitta gap birdimi tamom. Asha ayolning gapi gap ekan u yoqda. Bildik, xo'p, turk erkaklari xezalak ekan, erkak emas ekan. Bildik shuni. Qaytadan qo'yaverasizlarmi? Nima keragi bor bu turk seriallarni? Bizning millatimizga